Assalomu alaykum qadrbaland qadrdonlarim. Qarangda, xamirni iylaversam meni qizim bilan o'g'lim bundaqa qilib shaklli qilib pichindan qilibdi, qarang. Qanaqa go'zal. Buni ichiga nima soldi deb o'ylaysiz? Bunaqa rang ham emas, kakao ham emas. Xullas ichi to'la mehr. Shakarni qovurib oldim. 2 qoshiq 3 qoshiq shakarni qovurib, molni ichki yog'idan to'ngmaydan solib, kroshka qilib oldimda, 2 ta tuxum, shakar, qatiq bilan qorishtirib oldim. Qarang, rangi ham, ta'mi ham shunaqa o'zgacha chiroyli bo'ldi. Shunaqa go'zal bo'ldi, mana qarang. G'avak-g'avak bo'p. Xuddi tegirmon undan qilinganga o'xshaydi. Retseptini so'rasangiz yozib beraman. Qadrbaland qadrdonlarim, kuzatuvchilarim, juma kuningiz muborak bo'lsin. Yodimdan ko'tarilibdi sizlarni holingizni so'rash. Alloh barchamizning ibodatimizni qabul qilsin, duolarimizni ijobat qilsin. Allohning o'zi ofiyat qilsin barchamizga. Xayr, omon bo'ling.